Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Odamlar prezidentning 21 million so'mini qanday olsa bo'ladi? Kimlarga beriladi? Qayerga murojaat qilish kerak? Ariza yozsam ham pul tushmayapti. Sababi nima degan savollar bilan ko'p adashmoqda. Bu ma'lumot har bir oila uchun muhim. Chunki kimdir haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa-yu, hujjatni noto'g'ri topshirgani uchun imkoniyatdan foydalana olmayapti. Kimdir esa o'ziga tegishli bo'lmagan to'lovni kutib vaqt yo'qotyapti. Shuning uchun hozir men buni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Men sizga shunchaki gapirib bermayman, balki kim murojaat qilishi mumkin, kim murojaat qilmasligi kerak, qanday hujjatlar kerak, arizada nima yoziladi. Rad javobi kelsa nima qilish kerak, hammasini tartib bilan aytaman. Avvalo bir narsani aniq bilib olaylik. Xalq orasida prezident puli 20 million yordam. Prezidentdan beriladigan pul degan nomlar bilan yuradigan to'lovlar odatda bitta yagona. Hammaga avtomatik beriladigan pul emas. Ko'p hollarda bu mahalla, ijtimoiy himoya, yoshlar ishlari, xotin-qizlar, kam ta'minlangan oilalar yoki muayyan ijtimoiy dasturlar orqali ajratiladigan moddiy yordam bo'ladi. Ya'ni nomi xalq orasida boshqacha aytiladi, lekin amalda pul ma'lum tartib, mezon va hujjatlar asosida beriladi. Oldin ko'p masalalar mahalla orqali ko'rib chiqilardi. Odam borardi, mahalla raisi yoki mas'ul xodimga holatini tushuntirardi. Keyin oilaning sharoiti o'rganilardi. Hozir esa tizim ancha tartibga tushgan. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalardan tekshiriladi. Masalan, oilada nechta odam bor, daromad bormi? Rasmiy ish joyi bormi? Pensiya yoki nafaqa oladimi? Nogironligi bormi? Bola parvarishi, kontrakt, davolanish, ishsizlik, uy-joy sharoiti kabi holatlar ko'rib chiqiladi. Eng katta o'zgarish shundaki, hozir faqat menga pul kerak deyish yetarli emas. Siz o'z holatingizni asoslab berishingiz kerak. Agar oilada haqiqatan ham daromad kam bo'lsa, kasallik bo'lsa, vaqtincha og'ir vaziyat bo'lsa, nogiron farzand yoki yolg'iz ona bo'lsa, boquvchisini yo'qotgan oila bo'lsa, ishsiz yosh o'zini tiklashga harakat qilayotgan bo'lsa, bunday holatlar ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin oilaning sharoiti yaxshi bo'lsa, uyda bir nechta ishlovchi odam bo'lsa, rasmiy daromad yetarli bo'lsa, qimmat mol-mulklar mavjud bo'lsa, unda ariza berilgan taqdirda ham rad javobi kelishi mumkin. Men sizga birinchi navbatda shuni aytaman. 1 million so'm masalasida eng muhim savol pul bormi yoki yo'qmi emas. Siz qaysi toifadagi yordamga mos kelasiz degan savoldir. Chunki turli hududlarda, turli dasturlarda summa farq qilishi mumkin. Ba'zi joyda bir martalik moddiy yordam 1 million bo'lishi mumkin. Ba'zi holatda 20 million, ba'zida undan kam yoki ko'p bo'lishi mumkin. Demak, siz aniq 20 millionni talab qilaman deb emas. Mening holatim bo'yicha moddiy yordam yoki ijtimoiy yordam olish huquqim bormi deb murojaat qilishingiz kerak. Masalan, birinchi misolni olaylik. Oilada 5 kishi yashaydi. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda kichik bolaga qaraydi. 3 ta farzand maktabda o'qiydi. Oilang doimiy rasmiy daromadi yo'q yoki juda kam. Bunday oilada oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, maktab xarajatlari muammo bo'lishi mumkin. Agar ular mahallaga murojaat qilib daromad holatini, ishsizlik sababini, bolalar sonini, ijara yoki kommunal xarajatlarni asoslab bersa, ularning arizasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol, yolg'iz ona 2 farzand tarbiyalayapti. Rasmiy ish joyi yo'q. Aliment olmaydi yoki aliment juda kam tushadi. Farzandlardan biri tez-tez davolanishga muhtoj. Bu holatda oddiy pul kerak deyish emas, balki bolaning davolanish hujjatlari, dorilar ro'yxati, maktab yoki bog'cha xarajatlari, aliment bo'yicha ma'lumotlar bilan murojaat qilish kerak. Shunda mas'ullar oilaning real ehtiyojini ko'radi. Uchinchi misol, yosh yigit yoki qiz ishsiz, lekin hunar o'rganmoqchi, asbob uskunaga ehtiyoji bor, kichik faoliyat boshlamoqchi. Bu yerda ham pulning maqsadi muhim. Agar telefon olaman desa, bu ijtimoiy yordam uchun kuchli asos bo'lmasligi mumkin. Lekin tikuv mashinasi olaman, buyurtma qabul qilib daromad qilaman yoki sartaroshlik asboblari kerak. Kursni tugatganman, ish boshlayman desa, hujjatlar bilan isbotlasa, yoshlar ishlari yoki mahalla orqali ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan dasturlar bor. 4-misol, oila moddiy yordam so'rayapti. Lekin oilada 2 kishi rasmiy ishlaydi. Daromad yaxshi, avtomobil bor. Kredit orqali yangi texnika olingan. Uy-joy sharoiti ham yomon emas. Bunday holatda hamma olayapti, men ham olay degan yondashuv ishlamaydi. Chunki yordam birinchi navbatda ehtiyojmandlarga ajratiladi. Agar tizim adolatli ishlasa, bunday ariza rad etilishi tabiiy.
Agar sizning oilangizda doimiy daromad yetarli bo'lmasa, nogironligi bor shaxs bo'lsa, boquvchi vafot etgan bo'lsa, ko'p farzandli oila bo'lsangiz, ijara uyda yashasangiz, og'ir kasallik sababli xarajatlar ko'paygan bo'lsa, ish topishda qiynalayotgan bo'lsangiz, siz bu masalaga befarq bo'lmasligingiz kerak. Siz albatta o'z huquqingizni so'rashingiz, mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilishingiz kerak. Lekin agar sizning oilangizda daromad barqaror bo'lsa, ehtiyojmandlik holati yo'q bo'lsa, faqat internetda hamma bir 5 million olyapti degan gapni eshitgan bo'lsangiz, vaqt yo'qotmasdan avval aniq ma'lumot oling. Chunki ko'p mish-mishlar odamlarni chalg'itadi. Ayrimlar pasportni olib boring, pul berishadi deydi. Bu noto'g'ri. Ayrimlar hamma fuqaroga tushadi deydi. Bu ham noto'g'ri. Ayrimlar kim birinchi yozsa o'sha oladi deydi. Bu ham to'liq haqiqat emas. Ariza ko'rib chiqiladi, oilaviy sharoit o'rganiladi, mezonlar solishtiriladi. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. O'zingizni boshqalar bilan solishtirmang. Qo'shnim oldi, men nega olmayman degan savol ko'p uchraydi. Qo'shningizning oilasida siz bilmagan holat bo'lishi mumkin. Kasallik, nogironlik, qarzdorlik, boquvchisiz qolish, aliment muammosi, farzandning davolanishi yoki ijtimoiy reyestrdagi maqomi. Siz esa o'z holatingizni hujjat bilan ko'rsating. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta: ro'yxatda turish. Ba'zi yordamlar uchun oila ijtimoiy himoya yagona reyestrida yoki tegishli daftarlarda bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi yo'nalishlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar siz ro'yxatda bo'lmasangiz, bu darrov sizga yordam berilmaydi degani emas, lekin avval holatingiz o'rganilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi nozik nuqta: rasmiy daromad. Ba'zi odamlar men ishlamayman deydi, lekin ba'zida u rasmiy ish sifatida ko'rinadi. Ba'zan eski ish joyidan bo'shatilgan tizimda yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan odam nomida yakka tartibdagi tadbirkorlik bor, lekin faoliyat yuritmaydi. Shunday holatlarda ariza rad bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatdan oldin rasmiy holatingizni tekshirtiring. Agar ish joyidan chiqqan bo'lsangiz, buyruq nusxasi yoki mehnat shartnomasi tugagani haqidagi hujjatni olib qo'ying. Uchinchi nozik nuqta: mulk. Ba'zi dasturlarda oilaning nomida uy, mashina, yer, tadbirkorlik obyekti bor yo'qligi ham hisobga olinadi. Albatta, bitta oddiy uyda yashash yordamga to'sqinlik qilmasligi mumkin. Lekin qimmat mulklar, bir nechta avtomobil, katta daromad manbalari ehtiyojmandlikka ta'sir qiladi. Shuning uchun ariza berayotganda mening nomimda hech narsa yo'q deb og'zaki aytish yetmaydi. Tizim baribir tekshiradi. To'rtinchi nozik nuqta: hujjatlarning to'liqligi. Ko'p odamlar faqat pasport bilan boradi. Keyin arizamni olishmadi deb xafa bo'ladi. Aslida mas'ul xodim sizdan qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Masalan, kasallik bo'lsa tibbiy xulosa, nogironlik bo'lsa ma'lumotnoma, ishsizlik bo'lsa bandlik organidan ma'lumot. Aliment bo'lsa sud qarori yoki ijro hujjati. Ijara uy bo'lsa ijara shartnomasi. O'qish kontrakti bo'lsa shartnoma nusxasi. Farzandlar bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik nuqta: vositachilarga ishonmaslik. Men sizga ilk millionni chiqarib beraman, faqat oldindan pul bering degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Davlat yordami uchun pora oldindan to'lov, xizmat haqi talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu juda jiddiy signal. Siz rasmiy idoraga murojaat qiling, arizangizni ro'yxatdan o'tkazing, raqamini oling, javobni yozma shaklda so'rang. Og'zaki va'daga ishonib qolmang. 6-nozik nuqta: arizada maqsadni aniq ko'rsatish. Menga yordam bering degan umumiy gap kuchsiz ko'rinadi. Oilamda 4 nafar farzand bor, turmush o'rtog'im vaqtincha ishsiz, oylik daromadimiz oziq-ovqat va dori-darmonga yetmayapti. Bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman degan mazmun ancha aniq. Agar davolanish uchun bo'lsa, falon kasallik bo'yicha davolanish xarajatlari uchun deb yozing. Agar farzandning o'qishi uchun bo'lsa, kontrakt yoki o'quv qurollar xarajati uchun deb yozing. Maqsad qanchalik aniq bo'lsa, ko'rib chiqish ham shunchalik tushunarli bo'ladi. Endi eng kerakli qism: nima qilish kerak? Men sizga oddiy yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam: o'z holatingizni aniqlang. Siz nima sababdan yordam so'rayapsiz? Ishsizlikmi, kasallikmi, ko'p farzandlilikmi, yolg'iz ota-onalikmi, nogironlikmi, ijara muammosimi, o'qish yoki hunar boshlash xarajatimi? Buni o'zingiz uchun bir varaqda yozib chiqing. Chunki idoraga borganda hayajonlanib asosiy gapni ayta olmay qoladiganlar ko'p. Ikkinchi qadam: mahallaga boring. Eng birinchi murojaat joyi ko'pincha yashash joyingizdagi
mahalla fuqarolar yig'ini bo'ladi. U yerda hokim yordamchisi, xotin-qizlar, faol yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim yoki boshqa mas'ullar bo'lishi mumkin. Siz ularga mening oilaviy sharoitim og'ir, moddiy yordam masalasida ariza bermoqchiman. Qaysi dastur bo'yicha ko'rib chiqiladi deb aniq ayting. 3-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Oila a'zolari haqidagi ma'lumot, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad haqida ma'lumot, ishsizlik bo'yicha ma'lumot, tibbiy hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, ijara shartnomasi, kontrakt shartnomasi, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda bir xil ro'yxat bo'lmaydi, lekin asosiy hujjatlarni oldindan tayyorlasangiz vaqt yutmaysiz. 4-qadam, arizani yozma topshiring. Og'zaki aytib ketib qolmang. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, familiya, ism, sharifingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, oilaviy holatingiz, yordam so'rash sababi, ilova qilinayotgan hujjatlar ko'rsatiladi. Oxirida sana va imzo qo'yiladi. Agar arizani elektron shaklida topshirish imkoni bo'lsa, mas'ul xodimdan tartibini so'rang. Muhimi, ariza ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotni oling. 5-qadam, o'rganish jarayoniga tayyor bo'ling. Mas'ullar uyingizga kelib sharoitni ko'rishi mumkin. Bu odatiy jarayon. Ular uyda nechta odam yashashi, daromad manbalari, real ehtiyoj, yashash sharoiti, xarajatlar haqida so'rashi mumkin. Bu paytda vaziyatni bo'rttirib ko'rsatish ham, yashirish ham kerak emas. Rostini ayting. Agar sizga dori kerak bo'lsa, retsept va cheklarni ko'rsating. Agar ijara to'layotgan bo'lsangiz, shartnoma yoki uy egasi bilan kelishuvni ko'rsating. Agar ish qidirayotgan bo'lsangiz, bandlik bo'limiga murojaat qilganingizni ayting. 6-qadam, javobni kuting va nazorat qiling. Ariza topshirilgandan keyin belgilangan muddatda ko'rib chiqiladi. Hudud va dasturga qarab muddat farq qilishi mumkin. Agar uzoq vaqt javob bo'lmasa, mahallaga qayta boring, arizangiz raqami bo'yicha holatini so'rang. Hali ko'ramiz degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob so'rashga haqqingiz bor. 7-qadam, rad javobi kelsa, sababini bilib oling. Rad etish har doim ham oxirgi nuqta emas. Masalan, hujjat yetishmagan bo'lishi mumkin. Daromad noto'g'ri ko'ringan bo'lishi mumkin. Siz boshqa yo'nalish bo'yicha murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Sababni tushunib, kamchilikni tuzating. Agar siz rad javobini adolatsiz deb hisoblasangiz, yug'ori tashkilotga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, hokimlikka yoki rasmiy murojaat portallari orqali shikoyat qilishingiz mumkin. 8-qadam. Pul tushgandan keyin maqsadli ishlating. Agar yordam davolanish, o'qish, oziq-ovqat yoki ish boshlash uchun ajratilgan bo'lsa, uni haqiqatan ham shu maqsadga sarflang. Chunki ayrim dasturlarda keyin nazorat bo'lishi mumkin. Masalan, hunar boshlash uchun asbob-uskunaga yordam olgan odam haqiqatda shu faoliyatni boshlaganmi? Tekshirilishi mumkin. Davlat yordami vaqtinchalik yengillik berishi kerak, lekin eng yaxshi natija shuki, siz undan keyingi barqaror daromad yoki muammoni hal qilish uchun foydalanasiz. Men sizga oddiy mazmunni tushuntiraman. Arizada shunday fikr bo'lishi mumkin. Men falon manzilda yashayman. Oilamda falon nafar a'zo bor. Hozirgi vaqtda oilamning moddiy ahvoli og'ir, chunki falon sabablar mavjud. Daromadimiz kundalik ehtiyojlarimizga yetmayapti. Shu munosabat bilan oilaviy sharoitimni o'rganib, amaldagi tartib asosida bir martalik moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Keyin ilova sifatida hujjatlarni sanaysiz. Agar kasallik bo'lsa, albatta tibbiy hujjatni qo'shing. Agar ishsizlik bo'lsa, ishga joylashish masalasida ham ko'mak so'rayman deb yozish mumkin. Chunki ba'zida eng to'g'ri yordam faqat pul emas, ishga joylashish bo'ladi. Agar yosh bo'lsangiz va faoliyat boshlamoqchi bo'lsangiz, men falon hunarni o'rganganman. Falon asbob-uskunaga ehtiyojim bor, shu orqali daromad topmoqchiman deb aniq yozing. Eng katta xato internetdagi tasdiqlanmagan xabarga ishonish. Bugun oxirgi kun, hamma 20 million oladi degan gaplarni ko'rsangiz. Darrov pasport rasmingizni begona odamlarga yubormang. Plastik karta raqami, SMS kod, pasport rasmi, shaxsiy ma'lumotlarni noma'lum kanal yoki botlarga kiritmang. Rasmiy sayt, mahalla, ijtimoiy himoya organi yoki davlat xizmatlari orqali tekshiring. 2-xato, hujjatsiz borish. Mening ahvolimni hamma biladi, deyish yetmaydi. Hujjat bo'lsa, gap aniq bo'ladi. 3-si, bir marta rad javobi olib, umuman harakat qilmaslik. Sababini biling, to'g'rilang, qayta murojaat qiling. 4-si, noto'g'ri ma'lumot berish. Agar yolg'on ma'lumot aniqlansa, yordam rad etilishi bilan birga keyingi murojaatlaringizga ham salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Demak, prezidentning 50 million so'mi deganda hamma uchun bir xil avtomatik tushadigan pulni tushunmaslik kerak. Asosiy masala sizning oilaviy va ijtimoiy holatingiz, qaysi to'yfaga kirishingiz, hujjatlaringiz to'liqligi va arizangizning to'g'ri berilishida. Eng to'g'ri yo'l mahallaga boring, holatingizni aniq tushuntiring. Kerakli hujjatlarni yig'ing, arizani yozma topshiring, javobni nazorat qiling va rad etilsa sababini so'rang. Men har doim shuni aytaman. O'z huquqini bilgan odam imkoniyatdan ko'proq foydalanadi, lekin huquq bilan birga tartib ham bor. Shuning uchun shoshilmang, mish-mishlarga ishonmang, rasmiy manbadan tekshiring va hujjat bilan harakat qiling. Sizning hududingizda bu yordam qanday tartibda berilyapti? Kimdir olganmi? Kimdir rad javobi olganmi? Tajribangizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham oddiy odamlar uchun kerakli bo'lgan pul, nafaqa, subsidiya, kredit, ish va ijtimoiy yordam masalalarini aniq va tushunarli qilib tushuntirib beraman.